Assalomu alaykum. Quyidagi xosmas integralni hisoblaymiz. Integral chegarasi 0 dan cheksizlikkacha. Integral ostidagi funksiya 1 bo'lingan 1 plus x ni 4 darajasi dx. Yech. Berilgan integralni I harfi bilan belgilaymiz. İntegral 0 dan cheksizlikkacha 1 bo'lingan 1 plus x ning 4 darajasi dx. Quyidagi almashtirishni bajaramiz. X teng 1 taqsim t. U holda x 0 ga intilganda t cheksizlikka, x'imiz cheksizlikka intilganda t 0 ga intiladi. Dx teng minus dt taqsim t kvadrat. Demak, u holda bu integralimiz teng bo'ladi cheksizdan 0 gacha minus dt taqsim t kvadrat hamda 1 plus 1 bo'lingan t ning 4 darajasi. Yoki integral chegarasini o'zgartiradigan bo'lsak 0 dan cheksizlikkacha t kvadrat dt bo'lingan 1 plus t ning 4 darajasi. Buni x bilan almashtirish mumkin. 0 dan cheksizlikkacha x kvadrat dx 1 plus x ning 4 darajasi. Endi bu integrallarni qo'shadigan bo'lsak, I teng bo'ladi 0 dan cheksizlikkacha 1 bo'lingan 1 plus x ning 4 darajasi plus x kvadrat bo'lingan 1 plus x ning 4 darajasi dx. Bu teng bo'ladi 0 dan cheksizlikkacha 1 plus x kvadrat bo'lingan 1 plus x ning 4 darajasi dx. Integral ostidagi funksiyani surat maqsadini x kvadratga bo'lamiz. U holda 1 plus 1 bo'lingan x kvadrat hamda 1 bo'lingan x kvadrat plus x kvadrat hosil bo'ladi. Bundan bu teng 0 dan cheksizlikkacha dx minus 1 bo'lingan x mahrajda esa x minus 1 taqsim x ning kvadrati plus 2. Bu teng bo'ladi 1 bo'lingan kvadrat ildiz ostida 2 arctangles x minus 1 bo'lingan x taqsim kvadrat ildiz ostida 2 va bu 0 dan cheksizlikkacha. Demak, bu integralimiz teng bo'ladi 1 bo'lingan kvadrat ildiz ostida 2 pi taqsim 2 minus pi taqsim 2. Bu teng bo'ladi pi taqsim kvadrat ildiz ostida 2 yoki 2i
pi taqsim kvadrat ildizi 2 bo'lganligi uchun I barobar pi bo'lingan 2 kvadrat ildizi 2. Demak, berilgan integralimiz, ya'ni 0 dan cheksizlikgacha 1 bo'lingan 1 plus x ning 4-darajasida x integralimiz teng bo'lar ekan pi bo'lingan 2 kvadrat ildiz ostida 2 ga. E'tiboringiz uchun rahmat.